Assalomu alaykum. Traktor savdo kanaliga xush kelibsiz. Akalar videoga like tugmasini bosib qo'ying. Biz esa dasturimizni boshladik. Demak, dastlab MT-80 rusumli traktorimiz sotiladi. Holati yaxshi, yaqinda motor qilingan, korobka zadnimoslarda ovoz yo'q, vom ishlaydi, balonlari 80%, rol gidravlika. Manzil esa Samarqand viloyati. Narxi 70 million so'm aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishmoqda. Agar sizda ham sotiladigan traktorlar bo'lsa, marhamat bizga Telegram orqali bog'laning. Bizning kanalda traktorlar reklamasi 100% bepul. Navbatdagi traktorimiz ham MT-80 rusumda bo'ladi. Holati yaxshi, zadnimoz korobkalari zo'r holatda. 2004-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 90 million so'm aytilishi, albatta kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishmoqda. Manzil esa Toshkent viloyati deb ma'lumot berishmoqda. Navbatda TTZ rusumli traktorimiz sotiladi. MTZ motor qo'yilgan, balonlar yaxshi, vomlar ishlaydi, korobka zo'r, hech qanday ayb yo'q, motor moy yemaydi. Qo'shimcha pulugi ham bor, 3 korpuslik deyishyapti. Pulugi bilan birgalikda narxi $3500 aytilishi, albatta kelishamiz, kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishmoqda. Manzil esa Samarqand viloyati. Navbatda esa 3 kolesalik MT-80 traktorimizning arzon variantidan. Motor korobkalar yaxshi, xarajat yo'q, ishlab turgan texnika. Manzil Toshkent viloyati. Narxi esa 25 million so'm, yana kamaytirib beriladi deb ma'lumot qoldirishgan. Albatta ushbu raqamdagi qo'ng'iroq qilgan holatda traktor egasidan to'liq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Navbatda esa Taqiriq rusumli traktorimiz sotiladi. 1987-yilda ishlab chiqarilgan. Motor ochilmagan, korobka zadnimoslari ham zo'r holatda, vidushi vomlari ishlaydi. Xullas traktor zo'r holatda, balonlar ham yaxshi, dokumentlari joyida. Manzil Namangan viloyati. Narxi 60 million so'm, savdosi bor deb ma'lumot berishgan. Navbatda yana bir Belarus traktorimiz sotiladi. Holati yaxshi, oldi vidushi ishlaydi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Qaytaraman, traktor 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Ishlashga tayyor, qo'shimcha chizel pulugi ham bor. Narxini albatta kamaytirib beramiz. Narxi $10.500 aytilishi, albatta kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Manzil esa Toshkent viloyati. Navbatda esa akalar Taqiriq rusumli traktorimiz sotiladi. Ishlab turgan texnika, motor, korobka zadnimoslari yaxshi, ishga tayyor holatda. Manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi. Narxi 35 million so'm aytilishi, albatta kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishgan. Navbatda esa akalar T28 rusumli traktorimizning yana arzon variantidan. Holati yaxshi, remontdan chiqqan holatini o'zingiz ushbu rasmda ko'rib turibsiz. Qo'shimcha teleskasi bor. Teleskasi bilan birgalikda narxi 23 million so'm aytilishi, yana savdosi bor, kamaytirib beramiz deb ma'lumot qoldirishmoqda. Manzil esa Qoraqalpog'iston Respublikasi. Shuning bilan bizning bugungi dasturimizning traktorlari shulardan iborat edi. Agar bugungi dasturimiz sizlar uchun foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like tugmasini bosib qo'yishni albatta unutmang. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha salomat bo'ling.